Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mana shunga o'xshagan kichik stickguy rasmlarini qanday qilib kichik multfilmlar ko'rinishiga olib kelishni o'rganamiz. Bu yerda biz buning uchun Chrome dasturidan mana shu saytni izlaymiz. Bu sayt video tagida opisaniyada albatta bo'ladi. Bizga aynan shu sayt kerak. Shunga o'xshash boshqa saytlar ham bor, lekin qolganlari pullik. Va bu saytga kiramiz. Bu saytga kirgandan so'ng chap burchakdagi plus belgisiga bosamiz va Quick Actions tugmasini bosamiz. Undan so'ng pastroqqa tushib, bu yerdan Animate Characters degan joyga bosamiz. Bosgandan so'ng bu yerda bizga juda ko'p xarakterlar beriladi. Biz bular ichidan o'zimizga yoqqanini tanlashimiz mumkin. Men qidirayotgan xarakter bu. Mana shu stickguy. Buni tanlagandan keyin bu tepada background, ya'ni orqa tarafini tanlaymiz. Orqa tarafiga ham o'zingizlar xohlagan joyini tanlashinglar mumkin. Bu yerda kichraytirib olishimiz ham mumkin. Mana sinfxonada turgani. Undan so'ng biz qaysi platforma uchun video tayyorlayotganimizni tanlashimiz ham mumkin. Misol uchun Instagramda har xil videolar bor. Biz 9/16 ni tanlashimiz mumkin. Bu Instagram, TikTok va YouTube Shortsga yuklashimiz mumkin bu videolarni. Tanlaganimizdan so'ng xarakterimizni o'zimiz xohlagan joyga qo'yamiz. Qo'yib bo'lgandan so'ng pastda bizga ikkita variant beriladi. Bu yerda record, ya'ni o'zimiz ovoz yozishimiz mumkin yoki bu yerdagi browse degan tugmani bosib oldindan saqlab qo'ygan ovozni yuklashimiz mumkin. Men hozir shu browse tugmasini bosaman va oldindan saqlab qo'ygan ovozni bu yerga yuklaymiz. Yuklagandan so'ng biroz kutamiz. Kamida 1-3 daqiqa vaqt oladi. Ungacha sizlarga bir narsani aytib o'tishim kerak. Meni YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Albatta bundan keyin juda ajoyib sun'iy intellekt va sun'iy intellektdan tashqari animatsiyaga oid ko'p veb-saytlar haqida gapiramiz va ular haqida video tayyorlaymiz. Asosan tekin versiyalarini topishga harakat qilamiz, chunki hozirda juda ko'p AI platformalar bor, sun'iy intellekt platformalar, lekin ularning juda ko'pi qimmat, ya'ni 20, 30, 40, ya'ni 100-200 dollargacha ham borishi mumkin. Lekin biz ularning eng arzoni va bepul variantlarini topishga harakat qilamiz. Mana hozir ko'rsatayotganimizga o'xshab, bu yerda ham videomiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, video tayyor bo'ldi. Video ustiga Ana bosamiz. shu sassiq ko'rpaning ichidan turdani o'rningdan hoziroq turib harakatga kech. Harakatni boshladani ishingni qilib, ro'zg'oringni terbatib, ota-onangga yaxshi sharoit qilib berish uchun yaxshi harakat qilib, ter to'kib ishla. Shu video bu yerdan saqlab olishimiz mumkin video.